javoblar Azurga tayyoru xavfsizlik kamarlarini taqing, stolchani yig'ing, o'rindiq suyanchog'ini tik qolib keldik. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Убедитесь в этом безопасности системы, столик закрыли. Успехов в вертикальном положении. Приятного полета. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure. Nelerimiz hazır. Dolayı hazır okuduğumda masjid gittiğimiz. Alayakta Arapça modullar var ekanlar. Alayakta o'tirishibdi. Blogerlik qilyapmiz, blogerlik. Zontiyle hozir yopiq ekan. Tekshirmoqchilar. حقنا جميعا ويجونا العيال Ovozlar namoz o'qib chiqdi. Qaytib olamiz. Orqada izlanikilar orqada kelishyapti. Ini sudah dapat penumpang. Udah, jujur.
Alo. Hayır, buradan hayır. Yürü, buradan. Kulağım açtı. Kutuptan açtı derlerken orada. Kutluğa ödeyeceğiz. Bakıl pişmeyi başlı böyle. Güzel böyle. Falan diyor bize de. Linda. Linda. Kulağımda doğru çıkıyor. Uhud Dağı. Uhud Dağı. Welcome. Assalamu alaikum, welcome. Doğru devamız. Uhud Dağı, anaqa arkeolog bo'lgan. O'tib ketdi o'g'limni halakat bilan qo'rqib. Burada renkler var. Toplanan kafesi var. Mana götüreceksen. Yani kim buluş gereği? 64 65 66 66 هذا. Oyun yaptırım. Sevat deganlar. Aytdikki bir namoz o'qiganimizda bir qiyrot dedik-a. Bir qiyrot savobga erishamiz, janoza namozi o'qamiz. Mana hammasi Uhud. O'sha qiyrot shu bo'ladi. Qarangki 13 kilometr, enligi 6,5 kilometr, balandligi qanday bo'lsa, chuqurligicha shuncha bo'lgan tog'. Dunyoda boshqa tog'lardan og'irligi bilan farqlanib turadigan tog' bu Uhud tog'idir. Payg'ambar alayhisosallam tashrif buyurdilar, Uhud yuqorisiga chiqdilar. Uhud larzaga keldi. Uhud larzaga kelganda aytdiki, "Ey Uhud tinchlan. Sening ustingda bir payg'ambar, bir siddiq
va 2 shahid turibdilar dedi. Payg'ambar o'zlari, Siddiq esa Abu Bakr radhiyallohu anhu esa 2 shahid esa Usmon radhiyallohu anhu va Umar radhiyallohu anhular. O'sha yerda bilgan ekanki shahidliklarni qarang. Rasululloh yuqoriga chiqqanlar ustiga. Inshaalloh biz ham chiqamiz hozir. Maqsadimiz shu, Rasulullohning yurgan yo'llaridan yurishligimiz. Tushundingmi? Ikkinchi narsa, mana shu dunyoning matog'i mana shu turgan mashinalar bittasi 200 ming dollar turadi. Juda qimmat mashina. Men buni qilishimdan maqsad shunchaki dunyoning bir matog'i ekanligini isbotlamoqchiman. Siz qishloqdan kelasizmi? Siz umringizda mana bunaqa mashinaga minmagansizmi? Dunyoga matog'i bunga hamma loyiqligini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bo'ldi. Boshqa narsa emas. Bu o'zimizda masalan mingizmasligi mumkin, yoki boylar minishi mumkindir, lekin bu oddiy narsa. Dunyoni Alloh taolo bergan bir ne'mati, hamma chiqishga afzal, hamma chiqishga loyiq. O'shaning uchun biz ko'nglimizni ko'tarib bir nimaga Rasululloh yurgan yo'ldan bir yuramiz deb niyat qildik, inshaalloh chiqamiz. O'zim chaqiraman, bu yerdan o'tmanglar. Ha, bu yerdan o'tmanglar. O'zim chaqiraman. Tushyapsin hamma? Hammasi keldi mana. Birin ketin ketamiz hozir. Hozir bitta kelsa o'zi hech kim qolmaydi. Hammamiz qolamiz. titragan dars ketgan 1400 yil bo'lgan. Mana bu tomonda mana chap tomonda kelganlar bilamiz, va tepasida g'or nimasi bor. Payg'ambar alayhisalom jarohatlangandan keyin tepaga chiqqan joy bor mana chap tomon burchakda. O'sha joyda aytayapti. endi borib tarixni o'rganmoqchiman. O'rganish kerak. Потому что mana endi shu yerga keldik, вообще qiziqib ketyapmiz. Hali 41 yoshli bola. ارتفاع الجبل كامل Qumli shomol. لأعلى قمة بس احنا حنرتفع ل 990 متر Kilometr semin, ayva. Ayva. Qarang, balandligi tik holati 1000 anaqa ekan, 760 metr ekan. Tik holatdagisi. Uxudniki. arasini yo'qmi? جبل أحد يبعد عن الحرم النبوي 4 كيلو فقط. Ila al-haram. ايوه الى الحرم 4 كيلو Haramdan فقط. Uxudgacha 4 kilometr ekan. Mashina kelyapti. Tarqib yonib turibdi pastda. Hozir qaytishda inshaalloh olib kiraman, agar imkon bo'lsa. Qarang, butun haqiqatda anaqa shunday ko'rinar ekan. Butun Uxud sizga ko'rinyapti, ko'ryapsizmi? Qarang. Asli tog'. Ajoyib qiling endi tog'ni qarang. Ajoyib joylashgan. Qarangki, bitta janoza namoziga qatnashyapsiz, qancha vaqtingiz ketyapti? Shu Uxud tog'ini tasavvur qiling endi. O'shani og'irligi Voh, Shahar chiroyli. voh, mashina dahshat ekan-ku. Sizlarga جولتين فينيش فيها بضاعة Gulli qo'yib تعال يا عمران Boylab qo'yib ko'rasizlar. Bizani ketib qolmasin. Bola. Uçaran yattı, yol var. Olib ketib qoldim. Uçaran degancha qoldim ham. Kattaligini qaramayishdi. Oldi tomon qoldi. Zamzam suvi. Zamzam suvi.
chiroyli. Soat 2:30 qaytyapmiz. Güzel mehmonxonalar. Valiz. Kiygandan keyin o'zi Mumkin emas. bo'lishi kerak. Hech narsa mumkin emas. Hech narsa mumkin emas. Ya turib o'tirmang. Mumkin emas. Hech narsa. Istirab turish. Soatlik 2,5 soat qilgan. To'xtami? Yo'q. Chiqdingizmi hozir? Chiqdingizmi hozir ko'chaga? Ve anaqa SMS yozib olgan ekansiz, shu quloq ekan. O ertalab SMS. Ertalab chiqdimmi? Nechada chiqdingiz? Molni to'qib kelib. Taqalatdimi chiqmoqchilar? Yo'q, ochib qo'y. Quloq qo'yishdi. Yani unda zapasi bormi desam, bor. Ham joy solgan bo'lsa, Ha? bu vaqtdan o'qirdi. Yo'q, o'sha yerdanmi, Mahmuddanmi? Yo'qni orqada turib olayman. Mana chiqqan joyda o'qiydi. Bu vaqtda Ichkari kirmay tashqarida ayollar o'tiradi. Ayollar joyi. Ha? Ayollar o'tiradi. Zaxar joyimiz tashqari chiqib turadi va zaxar ketadi. Ichkari kirishga Sizga qayerdan joy qilaylik deganda avval payg'ambar alayhisalom ko'rga sig'dirmaganlar.
bilamizda ichida chiqishlikka majbur bo'lganlar. Va o'shanda menga Hadichaning yonida joy qildi degan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ayollari Hadicha radhiyallohu anhomizning qabrlari mana shu yerda. Bu qabristonning nomi Jannatul Mualla. Mana shu yerda reshitlar bilan o'ralgan hammasi Jannatul Mualla qabristoni. Bu tepada chiroq yonib turibdi ko'rdingmi? Eng tepada o'ng tomonimizda. Xuddi o'sha yerda Hadicha onamiz va Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Umid Kimda? Mana Umid o'shatda ekan. Ana Umid. Mana chap. Umid qara, Umid. Olibga ketdi pastga qarab. Oy, yugurib ketdi. Ketdi, Umid ketdi. Hadi qolgan yugurib ketyapti. Boshqasi. Nima ya? Qaymoqrang turibdi ana. O'shani bitga metga qilib olamiz. Xo'p, hojalar hamma menga ham eshityapti-ya. Qo'lim bilan ko'rsataman faqat, xo'pmi? Hozir politsiya kelsa biz tarqatib yuboradi. Mana shu tomonimiz ko'ryapmiz, mana shu binoni to'g'rimizda. Bu Marva. Narigi boshi Safo. Ko'rdingmi, mana shu uzun devor turibdi mana. Faqat ikki tomonda mana shu anaqa nima qilib binoni sal bo'rtib chiqargan joy bor. Bu tomon Marva, narigi tomoni Safo. Narigi uchi tushuniga biz o'sha Safoni tagidan kiramiz, Babus Salom eshigidan. Safoni tagida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim o'sha eshikdan kirganlar, ya'ni salom eshigidan. Tushundingmi? Xo'p, orqamizda turgan mana sariq binoni ko'ryapmiz. Bu payg'ambar alayhisolatu vassalamning tug'ilgan uylarining joylari. Avval uyda o'rni bunaqa bo'lmagan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam mana shu uy o'rnida dunyoga kelganlar. Hozirda muzey qilib qo'yibdilar. Shirk va bidat ishlar ko'payib ketgandan keyin faqat olim kishilar, ulamolar kelsagina bu yerni ochyapti, kutubxona qilib qo'ygan. Qolgan paytda ochmaydi, mana shu sariq uy payg'ambar alayhisolatu vassalamning tug'ilgan uylarining o'rni hisoblanadi. Eshityapsizmi? Eshityapman. Bu esa mana shu ko'rib turganimiz bilan daraxt tagida turgani bu hojatxona. Erkaklar hojatxonasi. Buni narigi tomoni ayollar hojatxonasi. Bu mana shuni erkaklar hojatxonasini o'sha to'yletini o'rni payg'ambar alayhisolatu vasallamning amakilari Abu Lahab uylari bo'lgan. Islomga payg'ambar alayhisolatu vasallamga ko'p zarar ziyon berganliklari uchun buni ibrat o'laroq uyini nima qildilar? Hojatxona qilib qo'ydilar aslida. Xuddi mana shu nimani erkaklar tahoratxonasining ichidagi hojatxonasining o'rnini mana shunday holat qilib qo'ygan azizlar. Tushundingmi? Va payg'ambar alayhisolatu vasallamdan juda ko'p bora mo'jiza so'rayverdi mushriklar. Mo'jiza keltirsa iymon keltiramiz, mo'jiza keltirsa iymon keltiramiz deb. Va nima qildilar? Oyda 2ga bo'lib berasan degan shart qo'ydi. Rasululloh oyda 2ga bo'lib bersang, biz senga iymon keltiramiz dedi. Mana binoni ko'ryapsiz, to'g'ridagi binoni. Mana shu mehmonxonada. Tagidagi tog'a uzun tog'. Bu tog'ning nomi Abu Quvays tog'i. Ya'ni Jabalul Abu Quvays. Abu Quvays tog'ining ustida oy 2ga bo'lindi, lekin nima qildi? Mushriklar shu mo'jizani ko'rib iymon keltirmadi. Ularga iymon nasib qilmadi azizlar. Iymon uchun Alloh taolo o'zini suyganlariga beradigan iymondir azizlar. Tushundingmi bu narsani? Yana narigi tomonda avtobus parki ko'ryapmiz. Bu mahfazatchi, ya'ni bizga tegishli bo'lmagan avtobus parki bu. Unga o'tmaymiz. Biz o'sha Babus Salomdan chiqib kelamiz, Safo Marvadan. Chiqib kelib payg'ambarning uyini ko'ramiz, chapga qaraymiz, ikkita ko'prik o'zimizning mehmonxonamizga qarab ketamiz. Tushundingmi? Bu tomonga qarab. O'ngga qarab yurmaymiz hech qachon. Yana mana arab yozuvida svet yonib turibdi, ko'rlaringiz. Mana to'g'rida. Xuddi o'sha yerda nima qildilar? Zamzam bulog'ini turbalari bilan olib chiqib qo'ygan, butun dunyoga Zamzam o'sha yerdan tarqaydi. Avvali lekin Zamzamning haqiqiy joyi Ka'baning eshigi. O'zi aylanayotganlarda bismillah Allohu akbar dedilar, hammalari. O'shandan sal o'tganingizda oq kafil bilan chetlari temir bilan o'rab qo'ygan, bu ochib yopiladigan o'sha qo'ygan joyi bor. O'sha yerda nima qildi? Ismoil alayhisalomning oyog'ini ustidan nima qildi? Ostidan nima qildi? Zamzam chiqdi. Lekin hojilarga javobga xalaq bermasliklari uchun nima qildi? Turbalar bilan Zamzamni bu yoqqa olib chiqib qo'ydi. Dunyoga Zamzam o'sha yerdan tarqaydi. Million tonna olmaysizmi? Bir necha daqiqadan keyin yana o'shancha tonna Zamzam to'lib qolaveradi. Zamzam kamaymaydi. Allohning marhamatida bandalarga berilgandir mukofot qilib. Tushundingmi? Hop, endi sekin yuramizda ichkariga, yana ko'rsatadigan joylar bor, shu bilan keyin savobga kirib ketamiz, Devam. Poşetlerin olduğu yere kadar gidelim. Yaşlı çırak boshlanishida har bir aylangani shu yerga bo'ladi. Hozir yashidan o'tib olish kerak edi. Bitta hisoblanadi. Shu yerdan boshlab vaqt maydaverasizlar. Allah qo'llaydi. Yo'q, bo'sh joylardan yuradi. Seke oturun ha. Boshqa
Eshigini oldidan bizni. Sebentar. Kita ke sini. Tabii eshigini oldidan bizni. Ya Rabbi Allah. Tamam bo'ldi. Rahmat. Allah razı olsun sizdan. Arisada. Hozir qo'ymalasiz maqomini ta'min oldi. Birinchi qator, ikkinchi qatorlarimiz biz. يسوي الثاني ثاني Allah. Ya Allah. Kızganingiz şükür. Ya Rabbi Orqa chiroyli Orqadan Bommi? Mana. Böyle böyle. Yo lekin madinachalik emas. Madinachalik emas, ha, lekin Kulib turarkan. o'zi Madinada o'zi qanaqadirchi ko'nglingiz ham xotirjam bo'ladi. Bolalarimni ham o'ylamadim shu. Saudiya Arabistoniga kechqurun sayr qildim. Havuz va vaqti uchuq bo'pti. Arablarni
rasmiyliği yazdı. Ben yazdı. Yavaş yavaş şavurma. Hozir uchinchi etajdamizda. Uchinchi etajda odamlar ko'pligini qarayapmiz. So'raymiz. Ha, mashina. Ana kimdir tepadagilarga-da u start. Ha, men shu yerda, men bu yerdagilarga. Menimcha shu tepadagilar bir marta bo'lsa bo'ladi. Juda katta qurishku. أشهد أن محمدا رسول الله 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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Biz hozir Arafat tog'idamiz. Ana vaqtga palatkalar quriladi hali. Bizlarning guruhga maxsus guruhga kelishyapti. Rasulillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga ovozim eshityaptimi? Hop, bizlar alhamdulillah Alloh muborak qilgan joylardan yana bir joyga Arafatga tashrif buyurdik. Arafat nima? Arafat haj amallari bajariladigan joydir. Arafatni Alloh taolo bir muborak qilib joy aytdiki, odam yaraldiki va momoqlar uning chap o'rnasiga yaraldi. Ular yerga quvurdi va yerga quvurganlardan keyin ular ikki diyorga, ya'ni Hindiston diyori va China tomon diyoriga tushdilar. Va birlar bilan 400 yil davomida ko'rishmagan. Bir hadisda aytadi, hadislarda Muzdalifa vodiysi deydi. Sahihrog'i Muzdalifa deyshadi. Ko'proq nima Arafatda deydi, uchrashishgan deydi odam bilan havo. Ya'ni undan keyin inson bolalari tug'ilib davom etib boshlagan. Insoniyat yerga quvurib tushishi emas va yerda qayta ko'rishgan joy hisoblanadi bu yer. Tushundingmi? Va haj amallarida arkonlariga kiritilgan. Azizlar, bizlar o'z yurtimizda nishonlaymiz. Masalan, ertaga inshaalloh yaqinda Ramazon keladi-ya. Ramazon hayiti va Qurbon hayiti bo'ladi. Ikkita hayitimiz bor. Lekin biz har safar ikkita hayitdan oldin nima qilamiz? Arafa kuni deb o'zimizga kavob olamiz. Yo'q. Arafa kuni faqat bir kun hojilarning Arafatda turishligi. Bu Zulhijja oyida keladi.
kichkina hayitda mana Ramazon hayitdan bir kun oldingi kun hech qachon Arafa kuni deyilmaydi. Qachonki hojilar Arafatga chiqishadi, Arafatda turishadi, o'sha kunni Arafat deyiladi. Biz turgan makon hammasi Arafatning hududi ichida turibmiz. Arafat ichidamiz. Bu ko'rib turgan tog'laringiz Jabalur Rahma, ya'ni rahmat tog'i. Payg'ambar alayhisolatu vassalam umrlarida bir marta haj va 4 marta nima qildilar? Umra qildilar. Alloh qodir qilib Makka mukarramada yashaganlarda balkim ko'proq haj va umra qilishliklari mumkin edi. Payg'ambarimiz hijrat qilib Madina Munawvarada yashaganlar. Bu Jabalur Rahma. Payg'ambarimiz umrlarining vafotlaridan oldin 81 kun oldin nima qiladilar? Butun musulmonlarga va'z o'qiydi. Ya'ni kim tog'ning ustida turgan tosh, oq tosh va qora belbog qilib qo'yibdi-ku, bu tosh nima qiladi? Oq tuyalarini cho'ktirib, shuni ustida musulmonlarga va'z o'qigan. Ramziy ma'noda tosh qo'yib qo'yibdi bo'ldi. Tushundiga? Uni borib o'pish kerak, quchoqlash kerak, biron nima so'rash kerak degan narsa emas. Jabroil alayhisalom kelib, bu Jabalur Rahmadir, duolaringiz ijobat bo'ladigan o'rindir deb nima qilgan, tanitgan bizga. Umumiy biz Arafatning ichki qismida turibmiz. Endi azizlar, haj nima? Hajni Alloh taolo 5 ta ulug' arkon berdi, buyuk bizga farz qilib berdi. O'shani biri hajdir. Kimning nisobi yetsa, nisobi yetib turib pul miqdori yetsa haj bajarishlik farzdir, bajarmasa qiyomatda albatta bu narsadan so'raladi. Vallohu alam, Alloh bilguchi, ko'pchiligimizning nimamiz haj farz bo'lib qo'ygan bo'lishligi mumkin. Lekin Alloh taolo bizga ne'mat beryapti. Ne'mat berilgan ichida 4 ta mashina va 5 ta uy yoki falon pul yig' deyilmayapti-da. Kimningdir hajga farz bo'lib, o'sha farzni bajarmasa ertaga qiyomatda og'ir bo'ladi. Buni bajarish uchun harakat qilishimiz kerak. Sababiyatini qilib qo'ysak, mana yildan yilga imkoniyat bo'lyapti. Hajda nimaga navbatlar yozib qo'ysak, hozir navbatam nimaga tez kelyapti. Ya'ni kim bizga O'zbekistonga Imom Buxoriy hazratlarining nimasini sharofati bilan, hurmatidan quvvatini kattaroq beryapti. Ya'ni hoji bo'lishligingiz, kelib ketishligi inshaalloh oson bo'layapti azizlar. Hojilar kelishadi Makka mukarramaga. Nega 1 oy? Nega 1 oy? Tayyorlanishadi, hajga tayyorlanadi, poklanadi. Chunki bitta nimaga ulug' bir Allohning bergan farz amalni bajarishlik va o'yinni soqit qilish uchun kelishadilar. Kelganlaridan keyin hajga yaqin, ya'ni Zulhijjaning 9-kuni bilamiz, a? 9-kuniga kelishadilar. Birinchi bo'lib Minoga kelishadi, Mino vodiysiga. Minoda bo'ladi, ihromga kelishadilar. Ihromdan kelib, undan keyin nima qilamiz? Arofatga, ya'ni Arofa kuni hajda, ya'ni bajariladigan kuni Arofa kuni nima qiladi? Arofatda turishadi. Erta tongda kelib, to kechgacha Arofatda bo'lishligi shart bo'ladi. Agar siz Arofaga keldingiz, Arofatga erta tongda kelib abedgacha, ya'ni peshindan oldin chiqib ketib qolsangiz, sizning hajingiz haj bo'lmaydi. Qachonki siz kelib asrdan keyin shomga yaqin quyosh botishligigacha turadigan bo'lsangiz, hajingiz haj bo'ladi. Alloh nasib qilib asr namozidan keyin kelib yoki asrda o'qib, undan keyin shomgacha turadigan bo'lsangiz ham inshaalloh hajingiz haj bo'ladi. Lekin peshindan oldin kirib turib qaytib ketishlik mumkin emas. Arofatga kelgandan keyin hojilar duolar qilishadi va bu yerda bir azon va 2 takbir bilan peshin namozi bilan asr namozini jam qiladi. Ya'ni bitta vaqtda, peshinda vaqtida peshin namozi bilan asr namozini qasr qilib jam qilib o'qiydi. Duolar qiladi, quyosh botishligi bilan yana nima qiladi? Sekin-sekin Muzdalifa vodiysiga chiqib ketishadilar. Muzdalifa vodiysiga boradi. Muzdalifada nima qiladilar? Bir azon 2 takbir bilan shom bilan xuftonni bitta vaqtda o'qiydi qasr qilib. Ya'ni shom o'z holida xuftonni qasr qilib jam qilib o'qiydilar. Tushundiga? Arofatda faqat duolar qilinadi. Duolar ijobat bo'ladigan o'rinlarda turibsizlar. Arofatda hammaga nasib qilsin. O'zi hajning 3 ta farzi bor. 3 ta farzi bor. Birinchisi ihromga kirishlik. Ihromsiz Arofatga kelib haj bo'lmaydi. Ikkinchisi Arofatda turishlik. Uchinchisi esa tavofil ifoza. Ya'ni hojilar Arofatga keladi, Arofatda amallarni bajaradi, Muzdalifaga boradi. Muzdalifada jamoratga borib shaytonga tosh atadi. Shaytonga tosh atgandan keyin qo'ylari so'yilganligi xabari keladi, sochlarini oldiradi va kiyimlarini almashtirib faqat haj mavsumida, oddiy mana shu erkaklarimiz kiyimda turibdi-ku, mana shu kiyimda borib tavofil ifoza qiladi. 7 marta tavof qilib, 2 rakat tavof namozini o'qidi va hajning farzlari tugaydi. Va undan keyin yana 3 kun davomida nima qiladilar? Shaytonga tosh otish uchun har kuni kelishadilar. Shaytonga tosh otish o'zi 3 kun, 4-kun avval bajarsak nima bo'ladi? Sunnat amal hisoblanadi. Savob bor inshaalloh. Shunga Arofatda shakli shunday. Lekin azizlar bitta narsani unutmaylik. Arafat kunini janoza kuni deb belgilamash kerak. Arafa kunini. Aynan Arafa kunini bizlarda 99% nima qilamiz? O'liklarni yo'qlash,
janoza bo'lganlarni yo'qlash, qabrlarni borib ziyorat qilish qilamiz. Yo'q. Agar kimki Arofatda turmagan bo'lsa, Hajabalida qoyimi soyim bo'lib turmagan bo'lsa, unga bitta amal bor, nima qiladi? O'sha kuni roza tutadi. Savob bo'ladi. O'sha kuni Arofatda bo'lmagan inson roza tutishligi lozim bo'ladi inshaalloh. Tushundingmi? Lekin bizlar o'sha narsani nima qilamiz? Ayollarimizdan iltimos qilamizki, o'zimizga nima qilib olganmiz? Arafat kunini o'likni yo'qlaydigan kun qilib olganmiz. O'zi payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarni qabristonga borishdan qaytargan. Qabrlarda ziyorat qilishlikdan qaytargan. Erkaklarni bilamiz, erkaklar o'zlariga nimaga o'sha narsadan, shirkdan, bid'atdan sal yiroqroq bo'ladi. Ayollarimiz boradilar, qabrlarda ko'p narsalarni nima qiladi? Bajarib keladi azizlar. Bu narsalar o'ta yomon, o'ta qiyin narsalar. Azizlar, faqat qabrda nima bo'lishi mumkin? Qabrga borganingizda unga bitta mevasiz daraxt ekib qo'ysangiz, undagi qabrdagi nima qiladi? Azob to'xtab turadi. Ya'ni o'sha daraxt quraguncha unga borib boshqa narsalarni, jonsiz narsalarni borib kiritishlik mumkin emas. Yaqinda savol beryapti, bittasini tushiga har doim onasi kirar ekan, ochman deb kirar ekan. Alloh taolaning harom amaliga folbinga boryapti. Borda qorninga nonda ish qilib turib, qabrga otib bor deyapti. Nima qiladi? Onasini qorni to'yib qoladimi? O'zingiz tadabbur qiling, o'zingiz tafakkur qiling, qilayotgan ishingizdan. Nima onasini qorni to'yib qoladi, buni qorniga chiqib turib qabrga otib borsa? O'zingiz o'ylab ko'ring, biz qilyapmiz shu ishlarni. Bu shu ishlar ustida turibmiz. U ishlar qachon to'xtaydi? Qachonki bizlar to'g'ri yo'lda bilsakkina to'xtaydi. Qachonki biz amalimizni, tadabburimizni, tafakkurimizni kuchaytirsakkina to'xtaydi. Mana biz qilib kelyapmiz. Mana payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida dinga da'vat qildilar, to'g'rimi? Ular da'vatda nima dedilar? Ota bobomizni dinidan qaytarasanmi dedi, to'g'rimi? Biz nima deyapmiz? Biz ota bobomiz qilgan 7 so'zma, 9 so'zma, 11 so'zma, jannatga toq qo'ygan. Shu ota bobomiz adashib jahannamga ketgan bo'lsa, biz ham ortidan jahannamga borishimiz kerak deganimi? To'g'rimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men qilmagan ishni qildi degan va men aytmagan gapni aytdi degan jahannamdan o'zga bitta joy tayyorlab qo'ysin degan. Biz qilyapmiz. Shunchaki ochiq, oddiy narsadek tasavvur qilib qo'yapmiz shu narsalar. Azizlar, qachon biz fikrga qo'yamiz? Qachon? Azizlar o'ylab qarangki, hozir qaysi savolingizga javob yo'q? Qaysi diniy savolingizga javob yo'q? Ayting. Hammasiga bor, to'g'rimi? Internet ismi 24 soat futbol hayot ishlab turibdi. Qaysi savolingizga javob yo'q? Faqat bitta narsa, biz amal qilmayapmiz. Biz to'g'ri yo'lga qaytmayapmiz. Biz qachonki o'zimiz to'g'rilashak, biz degan narsani tan olsak, yaxshilikka qarab yuramiz. Mana kimga hech kun bo'ldi, kelganlaringizga 10 kun bo'ldi. Mana yangi gruppamizga ham 5-6 kun bo'ldi. Kim nimaga erishdi? Savol bering o'zingizga. Kim nimaga erishdi? Yana 3 kun 4 kun qolmaydi emas, o'tib ketadi, aniq o'tib ketadi. Hech kim bu yerda sizni ushlab qolmaydi. Nimaga erishdi? Faloncha, sen deb savol bering o'zingizga. Necha marta tavob qilding? Necha marta Kabadagi jamoatga ergashding, imomlarga? Ha? Necha marta zikr qilding? Qaysi yaxshilikni qilding deb savol bering qani? Kimdir yutyapti ibodat qilib, Allohga qaytib. Kimdir o'yin kulib bilan o'zini xarob qilib ketyapti azizlar. Bo'layotgan voqea. Kimdir mana o'tiribdi. Azizlar, xafa bo'lish kerak emas. Qachon fitna kelib chiqadi? Fitna bekorchilikdan kelib chiqadi. Fitna bekor qolgan odamdan, nima qilishini bilmagan odamlar ortidan fitna kelib chiqadi. Kimdir ovqatni gapiryapti, kimdir oshxonani gapiryapti, kimdir liftni gapiryapti. Hatto Allohni bergan, nimasi bergan bizga haroratni bergan, mana kunda harorat. Ob-havoni bergan, shuni ham gapiramiz. Alloh bergan-ku buni. Bir eshikdan chiqadi, issiq deydi, xonaga kirdim deydi, salqin deydi, nima qilib berish kerak? Ayting. Asli bizning maqsadimiz nima edi azizlar? Hammamizning maqsadimiz nima edi? Avvalo men ma'ruzada aytgan, mana biz qulmiz. Qulligimizni bildirish uchun kelganmiz. Gunohlarimiz oshib toshib yotganligidan Alloh taolaga yalinib kelganlarmiz bizlar. Lekin biz o'ynab yuribmiz. To'g'rimi? Telefonlarni o'chirib qo'yinglar, iltimos. Fartuq bor edi, oq fartuq. Oq fartuqqa katta palatka yopilgan, ko'rga palatkani. Bu kichkina shayton, shuni tagida uzun tosh bor. Uni o'rtasida yana bitta palatka, undan keyin yana bitta palatka bor. O'sha uchalasi ham katta, o'rta kichkina shaytonning joylari. Hojilar o'sha binoga chiqib kelishadilar va shaytonga toshadilar inshaalloh. Tushundingmi? Bu jamoat shaytonga toshadigan bino o'sha chap tomonimizdagi. O'ng tomonga qarasalar, butun bino vodiysini ko'rishingiz mumkin. O'ng tomon, chap tomon, hamma tomonda bino chodirlarini ko'rishingiz mumkin inshaalloh.
mehmonxonalar puli bilan chap tomon o'ng tomonga qarasak, mehmonxonalar barpo qilib, yana ham hojilarga imkoniyatlar berayaptilar. O'sha 4 qavatdan iborat bino har bir qavatlariga chiqib, uzun toshli devor bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam birinchi shaytonga nima qiladi? O'ng tomoniga tosh otib, chap tomoniga duo qilgan ekanlar. Ikkinchi shaytonga borganlarda chap tomoniga tosh otib, o'ng tomoniga nima qiladi? O'ng tomoniga duo qilib ketganlar. Uchinchi shaytonga borib, o'ng tomoniga tosh otib, chap tomoniga duo qilmasdan chiqib ketgan ekanlar. Uchta shaytonga uchta tomonidan tosh otgan. 7 tadan tosh otiladi, Katta farqi bor-ku, ana shu ko'rib turgan hajmasi amallari bajarilgan o'sha aytib o'tgan avtobusda o'tkazilgan joylarimiz hammasi faqat haj mavsumida ochiladi. Qolgan ochilmaydi, har doim yopiq turadi. Hajdan 1 oy oldin tayyorgarlik boshlanadi va haj mavsumi uchun tayyorlanadi 5 kun uchun. O'zi haj umumiy Yerga keldi. Qur'on tomon muzeyiga keldi. Maketlarimiz bo'lsa, o'sha boya yuqorida zikr qildik, Nur tog'ining baland cho'qqisida bir g'or bor edi, g'orning oti Hiro g'ori. Ayni o'sha Hiro g'orining shaklida nusxasini shu yerga jam qilishgan. Ko'ryapsizlar? G'or shunday shaklda joylashganki, yuqori qismida shunday shaklda joylashganki, mana bu ichkarigi qismi ishdan kerak. Agar shunday namozga, shunday saf tortadigan bo'lsangiz, to'g'ri kamay muvazzaflik yuzdan turadi. G'orning shakli tepada yuqorida. İmkon bo'lsa erkaklarimizga ham o'sha bir vaqt topib tepaga chiqarishni maslahat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy nozil bo'lgunga qadar ko'p vaqtlarini, kunlarini aynan shu Jabalun Nurning Hiro g'orida ko'p kunlarini, tunlarini o'tkazadi. Chunki o'sha vaqtda Makka shirk qoniga botib bo'lgan edi-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan biroz uzutda chekilish maqsadida o'zini ko'p aynan Hiro g'orida saqladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lgunga qadar ham biror marotaba Alloh taolaga shirk keltirmagan bor. Biror marotaba. Ayni o'sha Ramazon oyining Qadr kechasida, ayni o'sha Hiro g'orida bo'lgan mahallarda Jabroil alayhissalom kelib buyuk maqomda vahiyni nozil qiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tarafda o'qi deydilar, barchangizga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deydilar? Men o'qishni bilmayman. Chunki Rasululloh haqiqatda o'qishdan ta'limot olmagan edilar. Jabroil alayhissalom yana ikkinchi marotaba ham o'qidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men o'qishni bilmayman. Bu holat uchinchi marotaba ham takror bo'ladi. Shundan so'ng buyuk maqomda vahiyni nozil qiladi Jabroil alayhissalom. O'qi, mana bu tomonda ko'rishingiz mumkin, qarang, yog'ochlarga, ma'lum bir suyaklarga yoki terilarga yozilganini shaklini nusxasini qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'sha davrda mana shunday holatlarda oyatlar saqlangan ekan. Barchamizga ma'lum, Qur'on Umar roziyallohu anhu va Usmon roziyallohu anhularning tashabbusiga muvofiq kitob shakliga jam bo'ldi. Aynan mana shu chap tomoningizda hozir ko'rishingiz mumkin, Usmon roziyallohu anhuning Qur'onining nusxasini. Uning asl nusxasi Istanbul shahrida saqlanadi. Yana bir asl nusxasi bor, bu o'zimizda Toshkentda. Dunyodagi eng katta Qur'oni Karimning asl nusxasi. Ha. Qur'oni Karimning asl nusxasi. O'zi Qur'onning asl nusxasi yoki uning kopiyasi degan narsa yo'q, o'zi asli. Masalan, bir shaxsga taalluqli bo'lsa, ya'ni masalan, meni Qur'onim bo'lsa, meni Qur'onimning nusxasi bo'lishi mumkin. Lekin Qur'onning nusxasi degan narsa tushuncha o'zi asli. Qur'on o'zi bitta, u o'zi asl nusxasi. Bumi? Yo'q, bu yaqinda yozilgan. Bu o'zi mayda bu. Qur'onimi? Uning asl nusxasi Istanbulda, Turkiyada. Ikkinchi asl nusxasi bo'lsa o'zimizda Toshkentda Islom sivilizatsiya markazida hozirda saqlanadi. O'sha Saudiya nechadir million dollar taklif etishdi, berishmadi. Hozir qanchalar azmaydi? 200 da, bu yerda kitoblarni qarang. Ketgan kitob, kataloggacha shu kitob bor ekan. Kitobni bilaman.
Juda ko'p kitob bor. Yana aylana kitob bor. Bitta Shayxulloh Qazoviy. Dunyoni o'zida aziz qildi, qarang. Insonlarga ularni e'tirof etdi. Ular o'z-o'zidan bu yerga qo'yildi. Yana o'zgardi. Haramsharga yana bir mashhur imomlardan biri Shayx Yasir al-Dusari. Xosatan mana shu kishini ham hayotini bir eshitadigan bo'lsangiz, hammaga ibrat o'zi aslida. Bu kishi yosh paytida Qur'on o'rganib yurgan mahallarda, endi yoshlar bo'ladi-ku, shijoati mahkam bo'ladi, orzu havas qiladi va aytadiki, men kun keladi, hali Makka ga imom bo'laman. Ka'baga imom bo'laman deydi yosh yigit. Lekin bu kishining ovozida biroz xiriplari bo'lganini hisobiga biroz dag'alroq bo'ladi. Keyin atrofidagilar uni ustidan kulishadi bu gapni eshitib. Seni bu eshakka o'xshagan ovozing bilan kim ham seni Ka'baga imom qiladi deb ustidan kulishadi. Aytadiki, Allohga oson. Vaqt o'tadi. Riyodda poytaxt bor, bu yerdan 900 kilometr. Riyodda bir masjidga imom qilib saylanadi. O'sha masjidda yosh yigit Qur'ondan qiroat qilardi, namoz mahallida. Qiroat qilardi va odamlar unga muhabbat qo'ya boshladi. Shu qadar muhabbati ziyoda bo'lganidan butun Makka insonni so'rashadi. Va o'sha podshohlik va haramsharki bosh imomining tashabbusi bilan Yasir al-Dusari Ka'ba-i Muazzamaga imom qildi. Hozirgina bugun bomdodga shu o'tdi. Bugun bomdodda shu o'tdi. Qarang, tafakkur qilsa bo'lar ekanda, demak Allohga oson ekan. Allohga oson ekan. Siz niyatingizni sof qiling, qolganini Alloh taologa tashlang. Alloh taolo aziz qilaman desa, bandasi xor qila olmaydi. Ka'ba qo'yishgan ekan. Ka'ba qo'yishgan. Ka'ba qo'yishgan ekan. Qo'ptadi. Juda qo'ptadi menaga. Eski kelgan, nechinchi yil ekan? 13-asr ekan. Eski kitob. Qo'lga besh mukammaslik bo'ldi. Kim keladi oila rasmlab qo'yadi. Bir kishini nega? Joyda Qur'on nusxalari. Yo 797-yilda. Daraxt. Sabab. Hozir hamma rasmchilar hech ketib qolmasin. Qanaqa daraxt edi? Zaytun. Zaytun, ha? Nimasi? Sun'iy lekin o'sha zaytundan olingan. Qur'onda ham nomasi keltirilgan. Kelinglar, ketmanglar, kelinglar. Qaraslar kelinglar. Zo'r deb qo'lini o'tiramaydi. Xatolik kecha.
Nimaga chiqsa kerak edi. Daraxt. Şu havası zor tutulur. Bazı olsa koyulan çıda kurva avazı iştirildi. Kurva avazı. Kırışıklı. Hakikaten kozu şekilde bulunuyor. Şurada çıkıvermeyiz mi? Şurada çıkıversen rasmı çıkıverir. Ne kalıyor? Rasm alayım size. Şurada öz rasm olar, şurada çıksanız bu. Öyle rasm ketyaptı. Başlasanızım şurada olar. Ana bakın tepada. Pro avazlar Asıl. Kampırcı var. Ya. Tamam. Başka da işte çıkarma var işte. Söyle bak. Bu zeytinler. Magazin yapması tabii. Kelinlerki bu yerda Madina-i Munawwarani hadi kelib turadigan, Makka-i Mukarramani hadi kelib turadigan atroflar bor. Olib bemalol Riyal sotaman 50 mi so'm? Ha, bir yoqda real sotishyapti. Bu yoqda savdo bo'lyapti. 1 riyal 50 mingdan sotaman. Bir real 50 ming bo'lib ketdimi? Ko'tarildi. Ha, savdo zo'r bo'lyapti. Tilla tushsa biz ko'tariladi. Ha, dollar savdosi yaxshi ketyapti. Bu yoqda atir savdosi. Biz sekin tashqariga chiqdik biz. Bu yoqda biznes ketyapti. Biz chalg'inimiz. Hop, biz atirlarni ko'ramiz. Bu yoqda kirish yo'li 20 real bo'lyapti. Shokolad. Narsalar juda qimmat ekan bu. Ko'tarib kelyapti. O'zbekcha gapiryapti. Haqiqiy ro'zada. Voy, 1850. Nima sotishyapti? Nima bu? Original atir bu, nima emas? Ko'p emas. Buni ham hisoblaymiz. 32 dollar bo'lyapti. Ko'paytiramiz 13300. 400 ming bo'lar ekan. Har bittasi bizani pulga ishni olsanglar 200 mingdan to'g'ri keladi. degan gap yo'qmi bunda? Bizani o'zbek puli. Ayollarniki ekan. Roza 32 dollar bo'lyapti. Roza. Juda yaxshi ekan. Keşer. Abdulaziz ha. Ne va isri? O'zbekmi? 400 gramm joyingiz bor hali. Aytdim. 400 gramm joyingiz bor. Terminal, Visa karta есть, Visa karta. Visa karta, cash. Visa, okey. okey? Hadi roza. Nechi pul? Ikkitasi. Biz ham olamiz mana. Beryapman aytaymi? Ha? Reallar ko'tarildi. Real ko'tarildi, real nechi Real puldan? ko'tarildi mana, real oluvchilar 1 real 5 ming so'mdan real ko'tarildi. Mana. Biznes. Yo'lda valyutni kelib qolishdi. 1 real 5 mingdan real ko'tarildi. Oh, mana
bo'lyapti. Mana savdo zo'r ko'ryapti hozir. 1 real qancha bo'lyapti? Ma'lum emas qo'ygan. Arablar mashhur hassos. Yoshlar ham shu bo'ladi. Hassas qapti Mahmuddan. Qancha kilo bor ekan? 35 real ekan. Saudiya Arabistonida tahsillarni so'rasa. Zo'rg'aza, mana restoran. Nam tepasi sport. Fitness ekan. Hozir restoranga keldi. Ayollar Sousni aylantirib yuboringlar. nimani? Sous qani? Guruchga qo'shib yuborasizlar. Bizani samolyot qotdi-da, yo'q.